Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana voqeamiz tashyapmiz. 200 dana so'rov edi. Yuklab apparatimiz. Bugungi chesla 2025-yil 14-oktyabr. Avvalgi videoda ko'rgazib o'tdim shu yerda. Istalgan yanında qurag'anlari bor deb, ular ketatir mana. Qurt turibdi bu ham. Bu yog'i sal toza chiqqan hali, quramagan. Yo'l tarafdan mana bular ham qurib bordi. Bunga kerak bo'lsa penalok telefon qilaverasizlar, yetkazib beramiz. Bu yerini o'ylab. Ko'pchilik YouTube'dan ko'rib telefon turibdi. Adres qayerda deb Qoraqalpog'iston Respublikasi Byuroniy tumanida. Sarkopofeda. Bular o'g'illar ko'rgazib o'taydi mana. Joyding o'rnida bir joyga to'g'rilab qo'yib to'shagini o'rib, ichine beton qo'yiladi, armatur qo'yilib. Aplab tutib berishyapti emas. Penaloklarimiz bor. Kelib ko'rishlaringiz mumkin buni. Penaloklarning sifatini javob. Qurib bordi o'zi. Hozir kunda bunday quruq tovush qiyin. Hozir kunlar salqinlashdi. Buloklar quruq sekinlashib qoldi. 10 kunda, 20 kunda qurib turgan buloklar endi 1 oyda quriydi. Ispet etgan odamlar shu quruqlarni olib qoladi. O'g'illar to'kari bor hammasidan. 12'liklar ham bor, 12 santilik перегородкаlar. Hammasidan bor hozircha. Telefon qilaverasizlar.